меня, к сожалению, 10 лет назад So'nggi yillarda tashqi savdo ishlab chiqarish sohasida, ayniqsa bojxona tizimida amalga oshirilayotgan raqamlashtirish jarayonlari tadbirkorlar uchun katta qulaylik yaratmoqda. Avvallari bojxona bilan bog'liq jarayonlarga ko'p vaqt sarflanib, hujjatlarni turli tashkilotlarga shaxsan taqdim etish to'g'ri kelgan bo'lsa, bugungi ushbu jarayonlarning katta qismi elektron va avtomatlashtirilgan tarzda amalga oshirilmoqda. Bu esa deklaratsiyalarni rasmiylashtirish, hujjatlarni ko'rib chiqish va tovarlarni bojxona nazoratidan o'tkazish jarayonlarini ancha tezlashtirmoqda. Ayniqsa xavf darajasi past bo'lgan tovarlarni tezkor rasmiylashtirish orqali bojxona organlari e'tiborini xavfli va shubhali yuklarni aniqlashga qaratish, halol tadbirkorlarning tashqi savdo operatsiyalarini esa ortiqcha to'siqlarsiz amalga oshirish imkonini bermoqda. Biz uchun bojxona bu ishlab chiqarish jarayonining muhim qismi. Uskuna va xomashyoning o'z vaqtida rasmiylashtirilishi ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligi uchun juda muhim. Bugungi hujjatlarni elektron taqdim etish, TIFTN kodlarini aniqlash, deklaratsiyalarni tezkor ko'rib chiqish va tovarlarni tadbirkorlarni o'z hududida saqlash kabi imkoniyatlar vaqt va xarajatlarni sezilarli darajada qisqartirmoqda. Shuningdek, ishlab chiqarish uskunalarini bojxona to'lovlari va qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilingan holda olib kirish bo'yicha yaratilgan imkoniyatlar investitsiyalarni ishlab chiqarishini rivojlantirishga yo'nalishda muhim omil bo'lmoqda. Korxonamizda qariyb 300 ta doimiy ish o'rni yaratilgan bo'lib, ishlab chiqarish, logistika, savdo va xomashyo yetkazib berish bilan bog'liq qo'shimcha iqtisodiy zanjirda yana qariyb 3000 ta ish o'rni qamrab olingan. Eng muhimi, bugun bojxona qog'ozbozlik va ortiqcha vaqt sarfi o'rnini raqamlashtirish, tezkorlik va qulaylik egallamoqda. Aynan shu yondashuv natijasida korxonamiz 12 oy davomida ishlab chiqarish majmuasini barpo etib, Markaziy Osiyodagi zamonaviy va texnologik jihatdan ilg'or korxonalardan birini ishga tushirishga erishdi. Biz tadbirkorlar yaratilayotgan qulayliklar va ko'rsatilayotgan amaliy yordam uchun hurmatli yurtboshimizga va bojxona organlariga minnatdorchilik bildiramiz. Благодаря и вам, в том числе, мы за 12 месяцев смогли построить вот этот завод. Самый современный, самый технологичный в Центральной Азии.